Ko'hna va doimo navqiron Surxon vohasi nafaqat o'ziga xos qadimiy tarixi, urf-odat hamda milliy o'zligiga ega diyor sifatida ko'z o'ngimizda gavdalanadi, balki islom dunyosidagi buyuk Termiziy taxallusli allomalar bilan ham dong taratgan. Ana shunday allomalardan biri Al-Hakim at-Termiziydir. Mirzo Kenjabek o'zining buyuk Termiziylar asarida 400 dan ortiq Termiziy allomalari haqida fikr bayon etadi. Termiziy allomalari aynan Termiziylar va Chag'oniylar nisbasi bilan ijod qilganlar. Aynan ushbu Termiziy allomalaridan Al-Hakim at-Termiziy, Abi Iso at-Termiziy, Farroq Termiziy, Xo'ja Samandar Muhammad Baqo Termiziy, Sobir Termiziy kabilarni biz alohida faxr bilan eslaymiz. Al-Hakim at-Termiziy xususida gapiradigan bo'lsak, Al-Hakim at-Termiziy 809-810-yillarda tavallud topganlar. 910-915-yillarda u kishini vafot etganlar haqida ma'lumotlar bor. O'zlari navishini ta'kidlashimiz mumkin. Hakim nomi bilan mashhur bo'lgan ushbu ulug' olimning to'liq qismi Abu Abdulloh Muhammad ibn Ali ibn Hasan ibn Bashir Al-Hakim at-Termiziydir. U zotning Hakim deya ulug'lanishining sababi shuki, u zot ilm ma'rifatda juda yetuk bo'lib, doimo hikmat bilan gapirar edilar. U kishini o'sha bizgacha yetib kelgan asarlarini hozirgi kunda tarjimonlar tomonidan o'zbek tiliga tarjima qilingan. Xususan tarjimonlardan Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari u kishining kasb bayon, Sarax ahli so'ragan masalalarga javob asarini tarjima qilganlari. Vohadoshimiz Jo'rabek Cho'tmatov aynan allomaning Muhammad Al-Hakim at-Termiziy risolalari nomli kitoblari 2017-yil Mavaraun Nahr nashriyotidan nashr qilindi. Yana bir e'tiborli jihati shundan iboratki, aynan ushbu asarda Al-Hakim at-Termiziyning 4 ta risolasi joy olgan. Al-Hakim at-Termiziy yo'lining boshlanishi, nafs odobi, nafs riyozati, kasb tirikchiligi bayoni risolalari aynan bitta kitobda mufassal tarzda, juda go'zal bir yo'nalishda Jo'rabekjon Cho'tmatov tomonidan tarjima qilib berilgan. Albatta ushbu asarlarni ma'no, mazmun, mohiyatini bugungi kunda biz pedagoglar o'sha yoshlarimizga yetkazib berishimiz bizni oldimizda turgan asosiy maqsadlardan biri hisoblanadi. Allomaning tarjimai holi keltirilgan asarlari shuningdek risolalar nomlarida u zot turli taxalluslar bilan nomlanganligini ko'rishimiz mumkin. Jumladan Ash-Shayx, Al-Olim, Al-Alloma, Muhaddis, Az-Zohid, Al-Hofiz, Al-Imom taxalluslari bilan atalgan. Albatta bu taxalluslar u zotning ilmiy salohiyati g'oyatda yuksak bo'lganligi va bu hol ilm sohiblari tomonidan e'tirof etilgandan dalolat beradi. Al-Hakim at-Termiziyning ma'rifatparvarlik g'oyalarini tahlil qilish asnosida o'zimizni ilmiy tadqiqot yo'nalishimizni belgilab oldik va Al-Hakim at-Termiziy asarlari vositasida talabalarda ma'rifatparvarlik fazilatlarini rivojlantirish texnologiyasi mavzusidagi pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktorlik dissertatsiyasini himoya qildim. Bu tadqiqotni qilish jarayonida allomaning o'zbek tiliga tarjima qilingan asarlarining pedagogik jihatlarini turkumlashtirib, ularni tasniflab, ularni tahlil qilib, yoshlarimizga yetkazib berishni oldimizga maqsad qilib oldik. Natijada o'sha alloma asarlarini o'rganar ekanmiz. Asosan allomaning asarlarining bosh g'oyasi ma'rifat hisoblanadi. Hakim Termiziyning ijodlari juda serqirra bo'lib, u ko'plab ilm sohalarini qamrab olgan. Alloma ko'p sohalarda samarali ijod qilganlar, jumladan tafsir, hadis, fiqh, kalom, tasavvuf va hokazolarda. Abu Abdullohning ishlarining boshlanishi asarida u kishi o'zlarini hayoti va o'sha
faoliyati haqida so'z boradi. Aynan ta'kidlaydilarki, 8 yoshga yetganimda barcha ming qatori bo'lgan yoshlarning bir o'yin o'ynagan vaqtda men o'zimni ko'p vaqtimni ilmga bag'ishlagan edim deb ta'kidlaydilar. Va aynan u kishi 27 yoshda muborak haj safarida bo'ladilar va haj safaridan qaytgandan keyin qo'llariga Osim ibn Antokiyning Qalblar davosi kitobi tushib qolganligi va o'sha kitob u kishining hayotida bir tub burilish davrini boshlab berganligi haqida ma'lumotlar keltirilgan. Hakim Termiziy deganda biz tabibligini e'tiborga olmasligimiz kerak. Chunki bu yerda hakim deyilgani bu ilmning ichki sirlarini biluvchi degan ma'noni bildiradi. Shunga nisbatan u kishiga hakim taxallusi berilgan. Olib borilgan tadqiqotlar asosan sharqshunoslik, tarjimonshunoslik yo'nalishlarida, tasavvufshunoslik yo'nalishlarida olib borilgan bo'lsa, mana biz ta'kidlagan tadqiqotimiz asosan Allomaning asarlarining pedagog jihatlariga urg'u berganligimizni ta'kidlab o'tmoqchimiz. Alloma asarlarida masalan ota-onaga hurmat yoki kitobga mehr, iymon e'tiqodlilik yoki ustoz shogird munosabatlarini ko'rishimiz mumkin. Masalan, Allomani o'sha hikmatlarida masalan aytadilarki, men eng qiynalgan vaqtlarimda kitoblarimga suyanar edim. Kitoblarim menga tasalli berar edi. Bu yerda mana ko'rishimiz mumkinki, kitobxonlikni targ'ib qilish, hamma narsaning kaliti kitob ekanligini yoshlarga yetkazib berish muhim hisoblanadi. Qalb qanchalar gunohdan poklansa, ilm shuncha munavvar bo'ladi. Ya'ni bu yerda ma'rifatga urg'u beryapti u kishi. Chunki qancha inson kitob o'qib yoki ma'rifatga intilsa, uni qalbi hamma yot narsalardan poklanadi. U kishini yana bir hikmatlarini alohida ta'kidlashimiz mumkin. Yo'qotilgan narsaga emas, niyatning yo'qolishidan qayg'urish kerak. Chunki har bir narsa niyatga bog'liq deb alohida ta'kidlaydilar. Chunki albatta biz qanday ishni oldimizga bir qo'yar ekanmiz, albatta oldimizga bitta maqsad qo'yamiz. Bu maqsad bu insonning ezgu niyati hisoblanadi. Chunki o'sha har bir inson o'zining oldiga qo'ygan niyatiga yarasha o'sha maqsadiga erishadi. Yuqoridagi ma'lumotlardan ma'lum bo'ladiki, bu buyuk siymon o'z zamonalarining diniy ilmlari bilan birga dunyoviy ilmlarda ham chuqur ilmga ega bo'lganlar. U zotning mukammal ilmlariga ko'pchilik ulamolar yuksak baho berganlar.